Bugun sizga dunyoning eng katta samolyoti haqida gapirib beraman. U shunchalik ulkan ediki, hattoki bir nechta yuk mashinasini birdaniga ko'tarib ucha olardi. Nomi Antonov N-225 Mriya. Mriya ukrain tilidan orzu deb ataladi. Bu orzu esa 1980-yil Sovet ittifoqi tomonidan yaratilgan. Aslida u kosmik kemalarni tashish uchun mo'ljallangan. Samolyotning uzunligi 84 metr, qanotini kengligi esa 88 metr, maksimal yuk tashish hajmi esa 250 tonna tashkil etgan. Bu samolyot faqatgina bir dona ishlab chiqarilgan va u osmondagi rekordlari bilan tarixga kirgan. Afsuski, 2022-yil bu ulkan samolyot urush vaqtida vayron bo'ldi, lekin millionlab odamlar hali ham eslaydi. Samolyotlar bu shunchaki transport vositasi emas, ular texnologiyalar, orzu va inson imkoniyatining ramzidir. May safar bilan parvoz qiling. Biz sizga eng xavfsiz va qulay chiptani tanlashga yordam beramiz.